Mustaqillik kunlarida millatimiz oydinlari xotirasini e'zozlash, xizmatlarini eslash yaxshi an'ana. Chunki ular xalqimiz ozodligi uchun bugungidek emin-erkin kunlar uchun intilgan edi. Bu sana vatanga fidoilik unutilmasligini, hamisha qadrlanishini anglatadi. Mustabid tuzum davrida yurtimizdagi ming-minglab odamlar qatag'onga uchragan, oilalari xonavayron bo'lib, bolalari yetim qolgan. Birgina 1937-1938 yillardagina katta qirg'in davrida 7000 ga yaqin vatandoshimiz otilgan. Hozirgi xiyobon shunday qatllar ijro etiladigan mudhish joy bo'lgan. Mustaqillik yillarida u obod maskanga aylantirildi. Bu yerda Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi, Qoraqalpog'iston Respublikasi va viloyatlarda uning filiallari tashkil etildi. Ayni paytda muzeyda Turkiston ma'rifatparvarlarga bag'ishlangan ko'rgazma ochilgan. Har safar bu yerga kelib, xalqimiz ozodligi yo'lida qurbon bo'lgan jasur bobolarimizni eslab, ko'nglimiz taskin topadi. Ularni xotiralash, ezgu ishlarini davom ettirish biz uchun ham qarz, ham farz. Qatag'on qilingan yetakchilarimizning qadrini barchamizni mustaqilligimizni qadrlashga, uni asrab-avaylashga undaydi. Mana shunday mustaqillikda, tinchlikda yashashning o'zi Alloh taoloning katta marhamati, ne'mati. Buning uchun shukronalik bilan uning qadriga yetish kerak, deydi Prezidentimiz.